Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bitta YouTube'ga videocha bosaylik, jigarlar zerikib qoldi ancha. Bir haftadan beri video qo'yganim yo'q. Xullas, Germaniyadan shu BMW zavodidan shu mashinalarni yukladim. BMW X1 modeli mashinalar ko'ryapsizlar. Xullas, Belgiyaga kelganman hozir. Hozir Belgiyadaman. Antwerpen shahridaman. Shu yerda где-то bir 600 metrdan ana поворот bor. O'shga yukni tushirishim kerak. Bugun dushanba. Men juma kuni vatga kelganman. Bayram bo'lib qoldi. Bayramda dam olish majbur, furalarda yurishi mumkin emas. Zavodlar ishlamayapti. Xullas, bugun 4-chi, sorry. Yo'liga turib qoldim-da. Bitta signal chalib. Xullas, bayram bo'lib qolib 4 kun bo'ldi. 4 kundan beri yotibmiz. Mototsikllarga geçishni qaranglar. Akalar, maksimalniy podeshga qilib, akalar laykni bosib, bir addushi ana o'qib qo'yinglar. Kommentariyalarga yozib, xullas podeshni qilinglar akalar. Ahvatimiz shu 1000 ta mana shunaqa bo'lib ketyapti. Videoni hozir mana yerda dronlar uchirib, xullas bir chotki videolar qilib, mana notebooklarda xullas bir montaj qilib zo'r qilaylik desam 2 soat, 3 soat vaqtim ketadi, zo'r videolar chiqadi, lekin prosmotri u darajada emas. Sekin-sekin ko'tarishimiz kerak-da. Men baribir YouTube'da bilaman o'zimizni akalar anchadan beri kuzatadi. Masalan, Instagramda men u darajada hali berilib, hali addushi mehr berib gapirmayman. Sababi u yerda bilasizlar, hali keldi-ketdi podpischilar, hatto hali nima bo'lyapti, qanaqa situatsiyada, qaysi yo'nalishda ketilyapti. Hatto xullas qo'pol qilib aytganda it egasini tanimaydi. Shuning uchun YouTube bu boshqa dunyo, boshqa atmosfera akalar. Shuning uchun sizlar o'zlaringiz bir podeshka qilib videoni iloji bo'lsa jo'natib, furacha akalargami yo Yevropaga qiziqqanlarga jo'natib podeshka qilmasalaring bo'lmaydi. Xudo xolasa oyligini aytib beraman sizlarga akalar. Har doim aytaman, bu safar ham aytib kelganman. Yana savollar bo'lyapti-da, oylik necha pul, Yevropada degan oyliklar kommentariya yozishgan ekan. Oylik akalar bizni bir kunimizga 30 euro maksimal stol edi, 130 euro. Mana masalan shu dam olish kunida ishlaganimiz yo'q. Shu ishlamagan kunimiz uchun ham 130 euro pul to'laydi. Farqi yo'q. Masalan, o'sha bazadan mashinani olib chiqdikmi ko'chaga, shu to uyga ketguncha mashinaning ichida yursak, shu ishlagan kunimizga pul beradi akalar. 130 euro. Xo'p, bir oyiga sanasa 3900 euro bo'ladi. Buni agar o'zbek puliga o'giradigan bo'lsak, o'zbek puliga 54 million shunaqa bo'ladi, lekin qiyinchiligi bor. Birdaniga mana shunaqa bu zo'r ishlasa bo'lar ekan deb birdaniga baho bermaylar, chunki hali omadingiz bor ekan, omadlisiz, sizga havas qilamiz deyshadi. Hali bitta maqol bor, bilsalaring. Omad hali homiladorga o'xshaydi. Omad homiladorga o'xshaydi. Hamma tabriklaydi, lekin uni homilador bo'lguncha necha marta itarilganini o'zi biladi deydi. Xuddi hali ancha qo'polroq bo'lsa ham aytdim. Xuddi shunaqa birdaniga biz ham mana shunaqa oylikka erishib, va mana zo'r biz deb hali katta maqtanganimiz yo'q akalar. Shuning uchun agar biz oyligimiz zo'r anaqa bo'lganda biz YouTube ishlatib, YouTube'ga bir anaqalar ham qo'yib qo'ymasdik. O'zimiz texab sam pasibo nimaga notebookga YouTube'da ulab olib maza qilib kino tomosha qilib o'tirardik. O'shaning uchun mana oylik shunaqa. Odam qilgan ishni odam qiladi. Kechalari ishlasalaring bo'ladi. Odamlar kelib yotibdi. Hozir Litvaga viza bermayapti O'zbekiston. Bizi firmamiz litovskiyda. Litvaga viza bermayapti. Qanaqa qilishyapti? Короче, turistik viza qilib kelib, bu yerda уже anunga vidnojительствоga topshirishyapti. Vidnojительство bilan ishlashyapti. Ammo ishoninglar, katta trassa bo'lib ketdi-da, bitta o'zi promzona, bitta mashina yurmasdi. Bilmadim bu mashinalar to'y-po'ydan qaytishyaptimi? Shunaqa qilib shum bo'lib ketdi.
Xullas shunaqa akalar, kesalaring ilojini qilsalaring bo'ladi, lekin bu bitta men bilan gaplashib, ha borsa bo'lar ekan demak asha aka qilib beradi emas. Men o'zi viza bo'yicha qatnashib, qiziqib bolalarga qilib bermayman. O'sha posolstvo, migratsiya, Yevropaga jo'natadigan firmalar bor-ku, o'shalar bilan gaplashib, xudo xolasa harakat qilib kelsalaring bo'ladi akalar. Bu qiyin narsa emas. Keyin hozir videoni oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa kommentariya o'tgan videoda har doim mana shunaqa qilaman. O'tgan videoda kommentariyasiga savollar bergan akalarni xudo xolasa kommentariyasini o'qib, ularga javob beramiz. Menda mana bunaqa ish bo'ldida, gapni yo'qotib qo'yapman. Xullas bu BMWlarni ortib kelayotganimda mana katta-ku, BMWni qaranglar, turishi katta. Bu mashinani balandligi o'zi 4 metr bo'lishi kerak. Chunki mostlar, ko'priklar bo'ladi-yu, o'shalarda balandligi 4 metr. 4 metrdan oshsa mashinani tomi tegib qolishi mumkin. Shuning uchun mana Mamutga zazorda qo'yganimni qaranglar. Mana yerda yelli sig'yapti, qaranglar. Shu bir 5 sm joyi bor. Mana hozir tepasini ham ko'rsataman. Tepalari ham xuddi shunaqa akalar. Qiyin bo'ldi yuklash, lekin eplab yukladik. Videoga begona odamni ruxsatsiz so'ramasdan hali begona odamni videoga tushirib bo'lmaydi. O'shaning uchun videoga olmayapman. Orqasidan ko'rinmaydi, orqasidan olsa bo'ladi. Er xotinlar ketishyapti xullas. Dam olib. Mana lekin drujnida bir-biri bilan so'kishmaydi, gap talashmaydi, qarasa har doim kulib yurgan mana shunaqa. Mototsikllar yaqabaqa o'tgan, jichcha iliq. Mana futbolkada turibmiz akalar. Futbolka havo ancha ilib qolgan bu yerda ham, Belgiyada ham. Hozir men endi kommentariyalarni o'qib, o'tgan videoda yozilgan kommentariyalarga javob beramiz akalar. Iloji bo'lsa akalar maksimalni videoni hali podeshka qilib, like bosib, ana qorasizlar. Hop, English language study. Assalomu alaykum aka, hozir til o'rganyapman. Pravaga o'qiyapman. Qanday men ham Yevropaga ketsam bo'ladi? Men mashinaning ichiga kirmasam rosa to'palang bo'lyapti-da akalar. Shumni qaranglar, u ovoz rosa baland kelyapti. Hozir o'qiymiz. Til o'rganyapman. Qanday men ham Yevropaga ketsam bo'ladi? Xuddi mana shunaqa savollar o'ta ko'pda akalar. Yevropaga qanaqa borsam bo'ladi? Bu savolga to'g'risi men qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman, lekin men Yevropaga jo'natmayman-da akalar. Bu narsani to'g'ri tushuninglar. Maslahat berishim mumkin. O'sha hop, Yevropaga jo'natadigan konsalting firmalar bor. O'shalar bilan gaplashib, shu dastoynisini aldab ketmaydigan, pulni olib qochmaydigan shinaqalarni topib gaplashsalaring bo'ladi akalar. Hozir men uni bitta kattalashtirib ketsalaring bo'ladi. Lekin men bu narsa bilan yugurib yetimi juda ko'pda, o'shaning uchun pulga qilishadi, o'shalarni borib bir gaplashishingiz kerak. Davlat Shamsiyev aka, ishlaringizni rivojini bersin. Men videolaringizda o'zgarish katta, lekin iloji bo'lsa mashinalarni yuklash va tushirishni ham ko'rsatib ketsangiz biror videoyingizda. Jigar, xuddi hozirgi temada men bitta iltimos sizlarga mana shunaqa kачественный zo'r videolar yoqadi-yu. Menga ham xuddi shunday yoqadi. Videoyimiz zo'r bo'lsin. Mana MacBooklarimiz bor, qani edi? Mana Mamutga qo'yib qo'yibman aka. Mana MacBookni olib, mana videolar mana 360 ming dollarlik kamerada mana shu. Men hozir yoqib ko'rsataman. Qaranglar. Mana yondi. Mana shu 1000 dollarlik kameralar ko'p, haligi qilib olaman desam, videoni prosmotri kam bo'lyapti akalar. Prosmotr почти 1000 ta odam ko'ryapti.
boshqa odamlarni, blogerlarni o'zim ham kuzatyapman-da, haligi hamjihatda-da, baribir o'zbekchilikda jichcha g'ilag'achlik bor-ku, o'shani biz drujniy bo'laylik akalar, padeshka qilinglar, maksimalniy like, kommentariya bosib, padeshka qilib tursalaring, aktiv ko'tarilsa, mehnat talab qiladi demoqchiman. Gapni qisqasi, bularni olib montaj, mana shu kamerani o'zini bir joyga qo'yib, mashinalarni yuklasam, oldi, orqa, atrofni 360 gradusga ko'rsatadi. 8K ko'rsatadi. Telefondan ham tiniq oladi. Ko'rsatadi. Uni montaj qilish kerak bo'ladi. Yarim soat, 1 soat vaqt ketadi montajda o'ziga. Unga ovoz yozish kerak bo'ladi. Yana 1-2 soat vaqt ketadi. Lekin prosmotr 1000 ta bo'lsa, jichcha hali o'sha xush qochadi. O'shaning uchun agar xudo xolasa bir 10 000 prosmotr, 20 mingga chiqib olsak, akalar video, akalar ishonaveringlar, nerealnisini qilaman, to'g'risi. Zomindan salom. O'zbekistonda nima ishlar qilgansiz? O'zbekistonda nima ishlar qilgansiz? Endi to'g'risini aytsam, hali chegara, Qirg'iziston bilan chegarada turamiz-da. Bizni qishloq Qirg'iziston bilan chegara, keyin shu chegaradan yuk olib o'tardik. Undan tashqari mol boqardim. Dalalar bor. Mol, qo'y boqib yurganmiz. Keyin shu kelishdan oldin furaga o'tib, O'zbekistonda furada bir 5-6 oy ishlaganman. Endi u qisqasida agar to'lig'i kerak bo'lsa, u 2 soat gapirib berish kerak. Aka, yana video chiqaring. Bugun aytgancha kommentariyamga javob bering iltimos aka. Kommentariyingizga mana javob beryapman-ku, jigar. Assalomu alaykum. Hoji Akbar. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Qancha soat ishlaysiz? Qancha soat dam olasiz? Javob uchun rahmat. Mana kommentariy yozibdi akalar. Assalomu alaykum. Qancha ishlaysiz? Qancha dam olasiz? Jigar, men ishim xudo xolasa ertangizni aytib beray. Ertalab soat yoki 6 da yoki 7 da ochaman. Stranani ochib o'sha ishni boshlayman 6 da yoki 7 da. Shu bilan 15 soat ishlayman. Masalan 9 soat ishlaydi xolos, u bo'lmagan gap akalar. U 9 soat faqat rolda yurish. Mana 3 minutlik yo'l. O'sha yergacha boraman ertalab 7 da. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mashinalarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda. O'sha mashinalarning oldigacha 3 minutlik yo'l. Shuni boraman, yukni tushiraman. Ana endi yukni tushirishimga 1 soat vaqt ketadi. Boshqa yuk agar ashitdan ortasan desa, unga kamida ortish qiyin-da. O'shaning uchun bir 2 soat ortish uchun vaqt ketadi. 3 soat, 4 soat mana shunda vaqtim kunim o'tdimi? Hali men 3 minut yurganman xolos-ku. 9 soat yurish kerakmi rolda? Meni yana 8 soat va 57 minut vaqtim bo'ladi. Ama 4 soat men yerda yuk tushirganim, yuklaganim u hisob emas akalar. 9 soat desa sizlar noto'g'ri tushunasizlar. Xullas, yukni yuklab, tushirib yuklab, shu bilan yana 8 soat va 57 minut yana yuk tushirish manzilga qarab ketaman. Albatta 4 soatni hisoblasa mana obeddan jilaman. Pashti obedda jilib, ertalab 6 da yurganman-ku. Ochganman, ko'zimni ochib ishni boshlaganman 6 da. Ana endi Mamutdan yukni tushirib yuklab, obedda yo'lga chiqdim. 9 soat yana yurishim kerak bo'ladi akalar. 8 soat va 57 minut. O'shaning uchun 15 soat общий время bo'ladi. 15 soat ishlaymiz akalar. 12 soat ham emas. Ba'zi joylarda ishxonalarda 12 soat ishlashadi-yu. Biznikilar 15 soat ishlaydi. Bu bitta bizga tegishli emas. Bu umuman Yevropa bo'yicha tegishli bu. Yevropa bo'yicha shunaqa yurishadi. Akalar maksimalni padeshka qilishga harakat qilinglar. Xudo xolasa har kuni video qilamiz. Inshaalloh manfaatli, yaxshi videolar qilamiz. Faqat sizlardan padeshka akalar. Mayli u meni videoyim padeshka qilishga yaramasa ham haligi aja zo'r emas-ku. Bu deydigan bo'lsalaring ham padeshka qilib turinglar akalar. Xudo xolasa yaxshi kontentlar chiqaramiz inshaalloh. O'zingizni ehtiyot qilinglar.